Assalomu alaykum barcha ukalarimizga. Bu videoni o'tkazib o'rishga shoshmanglar. Bu videoni like, podpiska bilan tarqatamiz. Bu hamma mana Rossiyaga yurgan musofirlar, aka-ukalarimiz, opa-singillarimizga tegishli. Chunki hozir mana Rossiyaga qattiq ret ketyapti. Mana bu dokumentlarga 11-noyabrgacha vaqt berdik-ku. Dokumentsizlarni ushladi, 40 ming rubllar ishtaraf qildi, 5 ming rubllar ishtaraf qilib, yozib berib qo'yib yubordi. Keyin mana hozir u 11-noyabrdan keyin zakon tugadi. Hozir kimni bu dokument ushlasa, ishtaraf yozmayapti oldingiday. Oldin ishtarafni yozib turib, qo'yib yuboraydi. Hozir bo'lsa, pramoy deport qilyapti. Mana yaqinga bitta o'zimizning Tojikistonlik fuqarosini ushlab turib, bu dokument deport qilib yubordi. Shuning uchun bu video tegishli barcha musofir aka-ukalarimizga. Hozir mana Rossiyaga kelishadi. Ba'zi birlar ruschani yaxshi bilishmaydi. Yo akalarimiz, yo ukalarimiz borishadi patenga topshirgani. Patenga topshirayotgan payt ularga kontrakt qog'oz beradi. Agar urushga borsangda pasport beramiz deydi rossiyskiy, boshqa deydi allaydi. Ba'zi birlar ruschani bilmaykan, bir ikki kishi ruschani bilmaykanlar kontraktga deydi, qo'l qo'yib yubordim aka, deb menga murojaat qilib aytibdi. Shuning uchun aka-ukalar o'zinglarni ehtiyot qilinglar, patenga topshirgan paytinglar sizlarga kichkina mana shuncha qog'ozcha beradi, o'shanga hamma narsa ruscha yozilgan. Agar kimdan kim o'qishni bilmasa, qo'l qo'ymayna, unga vaqti qo'l qo'ymayna. Bironta shaqqa turgan aka-ukalardan so'rayna, ruscha bilayotgan shuni o'qib, menga perevod qilib yuboring, men ruscha bilmayman deyna. Shu narsalarga ogoh bo'linglar. Hamma mana shu videoni bitta like, podpiska bilan tarqatamiz.